Menga ko'pchilik yozishadi-da, Munisa opa, shunaqa havasim keladi hayotingizga, oilangizga ko'z tegmasin, shunaqa zo'r. Men ham shunaqa xohlayman deyishadi, lekin aslida bilishmaydi orqasida qancha mehnat bor va qancha yaxshi kunlar va yomon kunlar bor. Men bilasizlarmi, mana shu 2,5 yil bo'ldimi turmushga chiqqan bo'lsam, juda ham ko'p sinovlardan o'tdim-da. Yaxshi kunlardan, yomon kunlardan. Albatta men hech qachon shu Instagramga chiqmayman, gapirmayman, ko'rsatmayman ko'p narsalarni. Men o'ylaymanki, bu meni shaxsiy hayotim va shaxsiy hayotimda faqat men va meni oilam bo'lishi mumkin. Albatta Instagram va muxlislarim xalq emasda. Lekin bitta narsani men sizlarga aytmoqchiman, barcha ayollarga-da. Birinchi o'rinda albatta o'zingizni qo'ying. Eringizni emas, farzandingizni emas, o'zingizni. Qachonki o'zingizni tanlasangiz, qachonki o'zingizni sevsangiz, o'shanda xo'jayingiz ham, farzandingiz ham hurmat qiladi, xo'jayingiz ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Qachonki biz mana shu o'zimizni yo'qotib qo'ysak, o'zimizga qaramasak, o'zimizni tanlamasak, yaxshi ko'rmasak, sevmasak, o'shanda atrofdagi insonlar ham bizani unutib qo'yishar ekan va hurmat ham qilishmaydi, sevmaydi ham. От любви до ненависти один шаг deydi-ku. Shu uchun qizlar o'zinglarni sevinglar, o'zinglarni tanlanglar. O'zinglarga juda ham katta e'tibor beringlar. Bu juda ham muhim narsa. Nafaqat oilada, o'zi aslida juda ham muhim narsa. Tanlovingizni hurmat qiling, o'zingizni hurmat qiling. Chegaralar qo'ying. Men o'ylaymanki, bu juda ham muhim narsa odamning hayotida. Вот. Bilasizlarmi, biz ko'p narsalarni odamlardan kutamiz-da. Hech qachon odamzoddan hech narsa kutmang. Siz sevasizmi, siz seving. U sevadimi sizni, sevmaydimi sizni, uni ishi, uni tanlovi. Lekin sizlar sevsangiz, seving. Просто tak. Kutmasdan, hech narsa kutmasdan. Odamlardan. O'zi aslida hech narsa hech kimdan kutish kerak emas. O'shanda menimcha siz baxtli bo'lasiz. Chegaralar juda ham muhim. Va o'zni qadrlash deydi-ku. O'zingizni qadrlang. Ayollarimiz.